2020-yilda ishlab chiqarilgan 214 ming kilometr masofani bosib o'tgan Cobalt avtomobili. Avtomat korobka, mashina holati juda ham zo'r ekan, olib haydashga. Mana shu kapotini mana shu qismida mana shunda buyog'iga sepilgan ekan. Xo'p, ozgina navrotli qildirishgan, mana shu yerda ozgina metina chiqarilgan joyi bor ekan. Qolgan joylarini ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Narigi tomon eshigida ozgina hop, anaqa joyi bor. Kosmetika qilingan joyi bor. Mashina holati zo'r, polniy kuzov shum izolyatsiya bo'lgan, parktroniklar qo'yilgan. Mana bu yerda mana shunaqa o'zliga karandash tegizib qo'yishgan joyi bor. Yoqmasa boshqa yerdan qildirib yuborasizlar. Aytganimdek, polniy kuzov shum izolyatsiya, diskalar taqilgan, shu restyling yangicha diskalardan taqilgan, salonlari bo'yalgan ekan. Xrom knopkalar, rullar 213 ming kilometr bo'lgan, monitorlar taqilgan, konditsionerlari bor, chiroyli chexol, gaz, hamma narsasi bor, mejigar, video registrator, 4-pakeleni gaz. Juda ham zo'r holatda olib maza qilib haydashingiz uchun mashinangizga 7600 ga berib yuboramiz bosinglar.